Hozir boshqadan endi kelib o'tiraverasiz aka. Qayerdan kelaman? Bo'lsam o'tiravering, mana shu yerda o'tirganingiz o'zi. Ha, ketdi. Ya aka o'tiravering bo'lsam, o'tira olavering bemalol aytdi. Qilib keling. Assalomu alaykum hurmatli bizni ko'rib turgan endi bo'lajak muxlislarimiz. Bugungi ko'rsatuvimiz o'tgan galgi ko'rsatuvlardan farq qiladi, chunki bugun birinchi son bo'lgani uchun o'tgan galgisi yo'q, qanaqa tentaymisizlar. Xo'sh, bugungi mehmonimiz Usmonov Hurmatilla aka. Qarsang. SMS ham keldi mana shu. Usmonov Hurmatilla. Hurmatim zo'rligidan Beeline SMS yozyapti. 9-may bilan tabriklar. Hurmatilla aka, mana bugun Izzatilla. Kattalarga hurmatda, kichiklarga mendan kichkina bo'lganda Izzatilla derdim aka. Katta. Boshqatdan. Usmonov Izzat Oltin aka. Tilla. Oltinmi, tillovni va farqi bor aka. Tilloda, iyi. Dadam xafa bo'ladi. Ha, bo'pti. Usmonov Izzatilla aka, mana xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Xo'sh, sizga savollarimiz bor. Qavizlarda chiqqansiz, boshlovchi bo'lib, boshqa bo'lib, o'zingizdan bir yumor, hazil, alla nimalardir yozib turar ekansiz bilishimiz bo'yicha. Sizga. Ha. Siz demak tushunasiz, sal bo'lsa ham adabiyotga. Qarang, vakal so'zi nimaga yakunlanmagan aka? Shuni yakunlasa bo'lmaydi, mana qarang. Mana misol uchun kar va kal deb qo'ysa bo'lmaydimi aka? Shu savolimizga javob bering. Kar va kal. Savol. Qani nimaga vakal? Va yakunlanmagan savol. Qiyin savol. Men shu qavizga chiqaman-da. O'zim mexanikani bitirganman. Hozir vakal so'zini tarjima qilishda yoki tugatishda mendan so'rayapsiz. Misol uchun boshida biron nima bor-da buni, lekin kimdir tushirib qoldirgan. Misol uchun mana cho'loq va kal. Shu biron vakal. Ha, va kalda tushunyapsizmi? Kimdir tushunmagan odam shunday qilgan. Shunga siz reaksiyangiz nima qilish kerak buni? Biron misol uchun oldiga. Ha, bo'ldi. Kino ham bor, 7 haykal va kal. Bir yechimini topib bersangiz shuni. Bu ko'rsatuvingiz nechinchi soni? Oxirgi sonimi? Birinchi soni. Mojid. Oxirgisi ham Oxirgi qo'yib qolishi ham mumkin. yagona bo'lishi mumkin. Yaxshi, keyingisi deb turib boshqa savolga o'taman. Javobingiz yo'q? Sizni maktabda bezbet deb chaqirishgan ekan. Chunki sinfdoshlaringiz borib, qo'liga pul tushsa borib, har xil totalizatorlarga, betlarga tikib tashlagan ekan. Siz tikmaganingiz uchun sizni hamma bezbet deb chaqirgan. Shu gaplar rostmi aka? Rost. Rostmi? Rost. Ohangdosh so'zlar bo'ladi. Misol uchun qofiyadosh so'zlar bo'ladi, jarangdosh so'zlar bo'ladi. Shu hech sinfdosh so'zlarni eshitganmisiz? Yo'q, sinfdoshlarni yig'ish bandasiga emas. Mana bugun ko'rsatuvimiz sizga yoqdimi? Yo'q, bugun ko'rsatuv boshqatdan ham. Bugun ko'rsatuvimiz yoqdimi sizga? Ha, yaxshi. Meni kimdir ta'lim turgan bo'lsa, shunisi menga yoqdi. Da, men hamma hozir yozaman. Davaychi Hurmatilla akani nima yozib tashinglar. Quvonib begini ko'rsatuvi zo'r deb aytingiz, kameraga qarab ayta olasizmi? Ayting. Ayta oling. Quvonib begini ko'rsatuvi ajoyib. Hali benom konsertidan ham zo'r. Nima ikkita paypoq kiyib olganmiz? Ya, qanday shunday bejirim ajoyib mana tayda havorang joylar yapti. Misr Otabek TV o'rganing bunaqa paypoqlar kiyishdi. Ha, meniki yo'q. Daji. Yalang'oq oladi. Yo'q, afsuski bor, mana tayi bor, joy. Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Like paytishgan xolasanglar, bosmanglar, biz mustaqil yurtda yashaymiz. Erklarning o'zlaringning qo'llaringda. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Islom Karimov gap bilan yakunlamoqchimiz. Ahil bo'lingizlar. Orqa fonga e'tibor bermaymiz. Orqa fonni oldik-ku bu ko'rsatuv o'zi orqa fonni ustiga qurilgan ko'rsatuv-ku bu.